Necha yoshsan? 17. Mashina usta bo'lmoqchisan. Ha, shu sizga shogird tushib katta usta bo'lmoqchiman. Ha. Bo'ldi. Unda bu kundan meni shogirdimsan. Tushundingmi? Meni aytganlarimni oxirigacha qilsang, buyuk mashina usta bo'lasan. Oting nima? Qalandar Zokir Botirovich ma'lum. Ha, bugundan oting o'zgaradi. Qisqartiramiz otingga Bars qo'yamiz. Haymi? Bars desam yonimga uchib kelishing kerak. Oting nima? Bars. Bo'ldi, tamom. Meni otim Orif. Mana. Orif nasozda? Kim aytdi Orif nasozda? Haydovchi bachalar aytdi. Haydovchilar yaxshi odam emas. Tushunding? Qayt ular yonga borma. Birinchi ish senga. Sexi pulni tozalab chiqasan. Tushundingmi? Davay. Sol. uykam ay dar dilam zad ay khunay mo bolotarak yak duxtara xonash asta va ya xona zur beda Bas, beraki. Avsto. Hozir mashina yo'q degan paytim yo'qasan, tushundingmi? Tamam. Men ostiki agar motori ochiqan. Tamam. Bas. Ha, Mashina yo'q qani? hozir yoqaman. terak lab zade to sahara mo gab zade Yo'qotqani? Aqsaman qani yoqamanki. Stop, zajirgangiz bormi? Mashina yo'qsa zajelga nima kerak? Ha, benzinni sepdim, nima bilan yoqaman? Men senga yo'q desam, mashina benzinsa yo'q dedim, ha? Men senga yo'q deganim, ichkaridan kareta burab zavod qil deyapman. Tushundingmi? Yo'q mashina. Ha, bo'ldi. Hozir men tekiga kiraman. Gaz ber degan paytim gaz berasan, tushundingmi? Ha, Davay, sherda o'tir. ha. nadunistam dadash bir man Men ham katta usta bo'lib ketsam, hali bitta mashincha olamandan oyoq tegiga arqaga 3 ta qizni mindirib, gazchani van beraman-da. Meni ham kunim keladi olonasini emsa. Men senga gaz ber dedim-mi? Ha? Gaz ber dedim men senga. Sen menga o'ldirasanmi deyman? Birinchi kundan hozir sal qoldi o'ldirding meni. Kechiring, xayr, hurmat. Men senga gaz ber dedim-mi? Ha? Ayol ketamiz usta. Sal qoldi o'ylaydingmi? Borib bormang, yaxshimisizlar? Nimaga? Nima bo'ldi? Bir shunaqa bo'lib qoldi. Tonish, yangi shogirdim. Bars otdi. Ha, tushundim, yaxshisi. Menga qara. Xullas kuzib mashina kelgandi, bitta zo'r balon kerak ekan. Sanda baloning bor deb eshitgan. Balon bor, zo'rdan. Ana shu balonimni men senga maslahat beraman. Bu yangi chiqqan. Kelgan klientlar mana shu maslahat beraman. Hammasi to'qib ketyapti. Buni o'ti bas. Tushundingmi? Men chaqirdim. Ket yo'qol ko'zma ko'rinma. Ko'zma yomon ko'rinapsan. Ket. Bu yangi chiqqan. Bas balon 200%. Ne chaqiringiz? Qaytib bas degan paytim yo'lma kelma, tushundingmi? Ko'zma ko'rma, yo'qot. Yo'qot. Bu balon Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. 200% sifat nazorati. Tushundingmi? O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan. Tog'dami, qordami, loydami, yomg'irdami, bu joyda yursang bo'ladi. Umuman xavfsiz. Tushunyapsanmi? Yo'lda qoldirmaydi. Shishga berib, azob berib yo'lda unaqa emas. Tushundingmi? Eng zo'r o'zi shu balondan kelyapti. Aymi? Menga ma'qul olaman, bo'ldi. Davay, ol qani? Bas. Bas. Yo'l bas. Nima qaramsan? Qarama dedingiz-ku. Endi qarab, gapir bo'ldi. Tushundingmi? Bo'ldi, ishing tugat. Ertalab soat 8dan yerda bo'l. Tushundingmi? Davay, sur. testa bigirim oximnan zana